Hoca! Hoca bagay! Aha, uxlamatdi hoja. Hoja bak. Hoja. Hoja bak tergangay. Tergang. Hoja bak. Naqt bu. Tergangay 8 hoja o'tay. Nima qildi sizga? Uxlab qoldim. Bir tovuğunuz yo'q, bir narsa yo'q. Qani mudorra qilasiz. Nima qildi? Bir tovuğunuz yo'q, qaysi turib ketib, kuchib ketib, bir ta yo'q, qaysi ketib. Bir tergang bir tasi yo'q, ikkita mush yo'q qopti. Bismillah. To'g'ri yarim yo'q. Qani? Biroq 5 tasi yo'q qarab. Mana shu yerlikda 10 ta tovuq qoldi. Jilkadu. Durgaytirib bo'l, he. Qoltan jilklar durgaytirib bo'lay. Ya bu ne iştesi oldu? Ya bu kamarda tulkurup mana bizim bu oxira. Tulkol ketme bunu. Uxlab qolsiz tovuqlarni ko'pi yo'q hali. Sen vaqtira kelmay qo'ygatmading, men bilmadim. Men aytdim kapaga yotdim, bora shu uxlab qoldi. Bugun chiqmadi, bu Ozbeklar nima bo'lib qoldi? Tovuqlar chiqmadi deb keldi. Men axtarib topishlarni keltirib dedim. Endi uxlaysiz, soat 5 bo'libdi. Bilmadim. Fikrim bo'lmabdi. Murdori nima degan so'zdi bu? Murdor desam, murdor emas, murdori tovuqni po'qini aytadi. Murdori. Men uxlab qoldim. Bir tasarrufdan kelyapti. Qachonlar? Bir yarim par yo'q. Tulkidan qolibdi bu. O'quvchi amas toshib ketibdi. Menga bo'ldi. Men xaymaga yotib keldim, qarang. Men anaga men bir tovuq ham bostirdim. Bilmadim, yeb ketgan bo'lmasa-da. Bolapas tovuqlaringiz. Sodirga emirqa yo'qmi 5-6 ta? Yumurta ham bor. Bu qadar emirqa bering menga, tovuqlaringiz tovuq bo'lasiz. Bir tedodini yangi menga nima yo'qoldi? Pulmiraga bor qanaqa pulmira. Tovuqlarda yo'q, yarim sem yo'q. Men nimaga sozdi? Bunday qiladi o'zim. Bunday qiladi o'zim. Nima qilgan? bu gubingani buni. Xo'p, gubingani ya. Endi sen bizni o'zimizni matalimizga birga bir aytadi, yerkak deydi. Xo'p. Ha. Bil endi pulmirlarni yerkagi. Yerkagi shulmi? Shu nima? Yerkagi, hali sen javonsan, menga sen oldinga qaribman. Soqolingizni qarib. Ha, meniki endi mana shunda solimim teba ketdi. Buni gubingani sen javonsan. Bachalarda raplarida alga o'lsan, qarang gubinasan. O'zini aldiga u javon degan. Endi shu g'urur qilib turib, dedi bu g'urur qilgan endi buni. Bu ustiga chopadi-da. Ha, shu xo'razida yer. To'g'ri, turani birga emir qilib bering, ketay. Oqshom Ramazon kuni bularni bilan so'sa birini. Mana shulmi? Mana shu vaqtga taga. Xo'p, pech bilan qo'ying, men buning kapadan kirgan yo'qman. Mana. Aha, joylarni qarang. Xo'p, kapaga men tomdiram yaxshi ekan. Xo'p, mana shu biz ham bir kam muddat bo'ladiki, masalan, beri kelganmiz. Bo'ladi, 3 yil 4 yil bo'ladimi kelganingiz? Yo'q, yil bo'lgan emas. Ha. Kam bo'ldi, masalan, biz kelganmizki, buni bilmasdi. Buni ko'risidi. Xo'p, Ko'zala qo'yibmiz, buni olib borib, biran bug'doyga taylaymiz. Xo'p, yaxshi gap. Biz bu yerga keldik, tonuz ko'p sayobot qilgan yo'qmiz. Masalan, hosili 70-80%, ulardan hosil olamiz, tonuz 90-80 ga kelganmiz. Bu nima dedi? Biz to'g'ri yumurtasi. Tovuqchi yumurtasi? Ha. Tovuqchi yumurtasi ikkita kunmi ko'va? Ikkita o'sha tovuqni chiqib ketdi. Bunisi katta, bunisi mayda, bu o'g'lim ekan. Yo'q. Xo'p, bachasanmi, bachalik qilasanmi? Bu kattasi filmiriqnikida. Bunisi tovuqnikida. Bu o'g'li qiz to'g'mi? Al, o'g'li qizi bilinmaydi. Xo'p. Bir cho'ja chiqardi, unaga o'g'li qizi bilinadi. Cho'jasi o'chiga? Yesangiz bo'ladi, olibi xomda. Qatmangmi? Ye, buni sindirasiz. O'say, mana yumurtalaringiz bor ekan, shuni so'zlay bering. Qo'lman ko'pala sinadi. Men o'zim olib beraman. Qo'l? Ha, u ichiga yumurtasi ko'paladi, sinadi. Yumurtasi bor ichiga? Yumurtasi bor ichiga. Xo'p, chiqar qanaqa bir yumurta menga bering. Nechta beray?
Menga birinchi bering. 10 ta. 10 ta bo'ladimi bu? 10 ta bo'ladi. Birinchi qilib bering menga. Ha, shuncha beraymi? Ha, menga shuncha bering. Qo'limni bir raqam ol. 3 ta. 3 ta bo'ldimi? Ha. 3 ta. 5 ta. 5 ta bo'ldimi bu? 5 ta bo'ldi. 5 ta. Chi ta birlasa. 6, 7 ta. Mana bu 8 ta. Ha, 8 ta. Bo'ldimi? 8 ta shuncha bo'ladimi? To'g'ri ketib Ha. qoldi. Shu muncha deding, Ha, muncha berdim. ha, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. ha, 7 ta, 8 ta. ha. Mana bu bor 2 ta anjayga juradi. Ha, ha, ha. Bu kattasi 2 ta. Yerkak emas. Bu kattasi 2 ta anjayga juradi. Bu maydasidir. Say. Maydasini olasan 10 ta beraman, 2 ta katta berdim 8 ta. Say. Bo'ldimi? Bil qancha paysa beray? Bu maydalari Hı. bo'rpadan. Ha, Mana kattalari 30 rupiya. 30 rupiya ya. Hmm. Shu kattalariga 2,5 rupiyadan beraman, maydalarga 1 rupiya. Buni men olib borayin. Paysasiga sos kelamiz hali. Buni olib borib qanday qilib pishirib Yo'q, paysasini naq bergin. Ha, Buni olib bording. men Buni bilmadim. sindirib pishirasan. Sindirasiz. Sen tugul keldimi shu yerga? Ha, jovdisiga olib borasan. Ha, jovsar, jovga tayyor. Jovdisiga olib bording deguncha jorasan. Ha, Jovchiga taylaysan pishadi. pishib yeymi odam? Ha? Qay qism yesa masalan, nonga qo'yishib qolib o'zini yeymi? O'gizning qilib yeydi. Odam qanday qilib yeydi? O'giz deyna. O'giz o'zini o'zi. O'zing qanday qilib yeysan? O'zi mendan qasay o'zimizning ishimiz. Ana shu o'zingda ishingga yegin. Ha, say xabar ber. O'gizda ishiga yemagin. O'giz. Ay, Hozir meni chiqarmaydi, men ketayin endi. yektiyot sindirmagin. Sinamang plastikka. Havosga sinadi, maqsad oyista olib ketgan sinmasin. Say mayda bularni olib ketaman. Ha. Qilaman olib ketaman. Mehribon bo'l. Qara. Nomida jovonam joyap kam. Onam jovyapti. Ular ham o'ynab qolmasa, Ehtiyot qiling. kuchingiz qolmasa tag'in. Qopida, kuchuk qopida. Qolmasin. Mana shundan ning. Mana shundan ketdim. Kuchuk damiga men turaman. Ha. Bor. Kuchingiz maqsad Bormaydi kuchuk bor.